Men kinomanman va bu Grenland 2 filmi. Sodir bo'lgan apokalipsisdan so'ng tirik qolgan odamlar 1000 metrlik bunkerlarda jon saqlashga majbur bo'lishdi. Videoni tomosha qilishdan oldin like bosishni va keyingi film qahramoni bo'lish uchun ismingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Biz esa boshladik. Yerga ulkan kometa qulab, aholining 75%ni halok qilganidan 5 yil o'tdi. Kometa qoldiqlari hali ham uchib yurar, radiatsiya darajasi pasaymagan va magnit bo'ronlari oddiy holga aylanib qolgandi. Odamlar esa bunkerlarda jon saqlashga majbur bo'lishmoqda. Sarvar oilasi bilan Grenlandiya bunkerida yashardi. U muhandis va tekshiruvchi bo'lib ishlardi. Shu sabab har zamonda himoya kostyumini kiyib tashqariga chiqqan holda yon atrofni o'rganib qaytardi. Kunlardan birida yerda yana yoriq paydo bo'lib, kattalasha boshlaganligini ko'radi. Bundan so'ng plyajga kelib qutqaruv shlyuzlarini topadi. Biroq ularda hech qanday foydali narsa yo'q edi. So'ngra kemaning teshilgan qismidan ichkarisiga kiradi va bir qancha kerakli buyumlar bilan birga barg solingan kundalikni topadi. Shu damda uni yaqinlashayotgan bo'rondan ogohlantirishadi. Sarvar oyog'ini qo'liga olib qocharkan, dahshatli magnit bo'roni uni quvib kelardi. U yaxshiyamki bunker darvozasi yopilmasidan oldin ichkariga kirib olishni uddalaydi va bir o'limdan qolganligini tushunadi. Ayni damda Sarvarning ayoli Shukrona bunkerning qolgan liderlari bilan yig'ilishda o'tirgandi. Maftunaning aytishicha, bunker yoniga qulagan kometa sabab radioaktiv bo'ronlar kuchaygan va bu xavfsizlik darajasini tushirib yuborgan. Kutilmaganda sodir bo'lgan zilzila bunkerni yaxshigina silkitadi, biroq uning o'tib ketishini kutishadi. Shukrona qochoqlardan xabar olganliklarini aytganida, g'ayrat qochoqlarni qabul qilish uchun zaxiralari kamlik qilishini aytib, ularni bunkerga kirgizishga qarshi bo'ladi. Biroq Shukrona buni ovoz berish yo'li bilan hal qilishni taklif qilganida, ko'pchilik g'ayratga qarshi chiqadi. Tushlik vaqtida Sarvar ayoliga kemadan topgan gulini sovg'a qiladi. Bundan so'ng raqs bazmi boshlanadi va Sarvar kuchli yo'talishni boshlaydi. Sarvar ertasi kuni bunkerdagi devorlar dars ketganligini ko'radi. Ayni damda qutqaruvchilar guruhi tirik qolganlarni olib qaytmoqda. Bunker bilan aloqaga chiqqan guruh qolgan odamlarni ham olib kelish uchun yana ortga qaytishga ruxsat so'raydi. G'ayrat bunga yana qarshi bo'ladi va shu damda navbatdagi zilzila sodir bo'lib, aloqalar uziladi. Bu safargi zilzila anchagina kuchli bo'lganligi sabab bunker tomlari qulab tushib, ba'zilarini bosib qoladi. Trevoga signali chalinarkan odamlar qochgani joy izlab qolishadi. Sarvar Shukronani qutqarish uchun oldiga keladi va uni olib, o'g'illari Javlonni izlashga otlanishadi. Ular uni topishadi, biroq nafas olish qiyin edi. U iloji boricha ko'proq niqob olishni buyurib, o'zi yangi niqoblarni izlashga otlanadi. Bir amallab niqob topib kelgach, birgalikda chiqish eshigi tomon yo'l olishadi. Bunker sekin-asta dars ketib qulashni boshlaydi. Chiqish eshigi esa qisilib qolgandi.